yoshlarda omon yursang bas, yodingga tushsam yo'q, eslab qo'ysang bas bolam, bugun senga yana bir san'atkorimizni taklif etamiz. Go'zal, latofatli, maftunkor, o'zining urf-atvori bilan, go'zal kuy qo'shiqlari bilan haqiqatdan barchamizga namuna bo'la oladi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ziyodan qarshi olamiz. Marhamat. Barchangizga bahor ayyomi muborak bo'lsin deb qolaman. Doimo yuzingizdan tabassum armasin va ayollarimiz sizlarni go'zallik hech qachon tark etmasligini tilab qolaman. Nasib bo'lishiga shu joyga. Rahmat. Jamoamiz va navbatdagi ijrolaydigan qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Ana shu kayfiyatda davom etamiz. Balkon ovozinglar mana. Davom